Shoshilinch. Bu xabar oddiy voqea emas. Bugungi yangiliklar global xavfsizlik tizimini izdan chiqarishi mumkin bo'lgan darajada keskin. Yaqin Sharq va Sharqiy Yevropada sodir bo'layotgan voqealar tobora bir-biriga ulanib, butun dunyo uchun xavfli ssenariyni shakllantirmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz Front Axis Media kanaldasiz. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning ogohlantirishlaridan so'ng Eron tomonidan keskin javob berildi. Dubay yaqinida joylashgan neft tankeriga dron orqali hujum uyushtirilgani xabar qilindi. Ushbu tanker Kuvaytga tegishli bo'lib, to'liq yuklangan holda harakatlanayotgan edi. Hujum natijasida tankerda yong'in kelib chiqqan va uning korpusiga jiddiy zarar yetgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tanker bortidagi 24 nafar ekipaj a'zosi evakuatsiya qilingan va ularning barchasi omon qolgan. Eng muhim jihat shundaki, neft to'kilishi kuzatilmagan. Bu esa ekologik falokatning oldini olgan. Biroq voqeaning o'zi global neft bozori uchun jiddiy signal bo'ldi. Chunki bu hudud dunyo energetika tizimining eng muhim nuqtalaridan biri hisoblanadi. Mazkur hujumdan so'ng neft narxlari keskin ko'tarildi. Xabar qilinishicha, Brent markali neft narxi 1 barreli uchun $116 yetgan. Bu esa global iqtisodiyotga bosim kuchayishi mumkinligini anglatadi. Donald Trump ushbu voqealar fonida yana bir bor keskin bayonot berdi. U Eron neftini to'liq nazorat ostiga olish mumkinligini aytib, bu borada turli harbiy variantlar mavjudligini bildirdi. Hatto u Eronning muhim energetika markazlaridan biri bo'lgan Xark oroli ustidan nazorat o'rnatish ehtimolini ham istisno etmadi. Bu bayonotlar esa Yaqin Sharqda yangi harbiy bosqich boshlanishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Biroq AQShning ittifoqchilari bunday qadamlar xavfli ekanligini ta'kidlashmoqda. Chunki Eron tomonidan javob zarbalari berilishi ehtimoli juda yuqori. Bu esa keng ko'lamli urush boshlanishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan bir vaqtda Sharqiy Yevropada ham vaziyat keskinlashmoqda. Ukraina tomonidan Rossiyaning Leningrad viloyatiga dron hujumlari amalga oshirilgani ma'lum qilindi. 31-martga o'tar kechasi amalga oshirilgan ushbu hujumda jami 38 ta dron urib tushirilgani xabar qilindi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, hujum natijasida Ust-Luga porti hududida zarar yetgan. Bundan tashqari, Kirov tumanidagi bir nechta turar joy binolari, maktab va ijtimoiy obyektlar shikastlangan. Yong'inlar ham qayd etilgan. 3 nafar fuqaro, jumladan 2 nafar bola jarohat olgan, ammo ularning hayoti xavf ostidan emas. Bu hujum Ukraina tomonidan Rossiya hududiga nisbatan amalga oshirilayotgan strategik bosimning bir qismi sifatida baholanmoqda. Ayniqsa, port infratuzilmasiga zarba berilishi, logistika va iqtisodiy faoliyatga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy muhim bayonot bilan chiqdi. U Rossiya bilan har qanday shakldagi muzokaralarga tayyor ekanligini bildirdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bu to'liq sulh bo'ladimi yoki faqat ayrim sohalarda kelishuv bo'ladimi farqi yo'q. Asosiysi, jangovar harakatlar to'xtashi kerak. U shuningdek, dengiz va havo hududida raketa va dron zarbalari to'xtashi kerakligi, infratuzilmaga hujumlar qilinmasligini alohida ta'kidladi. Bu esa Ukraina tomoni muojani diplomatik yo'l bilan hal qilishga ham tayyor ekanligini ko'rsatadi. Ammo savol tug'iladi. Bu bayonotlar amaliy natijaga olib keladimi? Chunki hozirgi vaziyatda har ikki tomon ham harbiy bosimni kamaytirishga shoshilmayotgandek ko'rinmoqda. Yaqin Sharqda esa yana bir muhim omil Hormuz bo'g'ozi masalasi. Ma'lumotlarga ko'ra, Trump ma'muriyati ushbu strategik yo'l yopilganda ham harbiy operatsiyalarni yaqinlashni rejalashtirmoqda. Bu esa global savdo yo'llari uchun jiddiy xavf tug'diradi. Hormuz bo'g'ozi orqali dunyoning neftining katta qismi tashiladi. Agar bu yo'l yopilsa, nafaqat Yaqin Sharq, balki Yevropa va Osiyo davlatlari ham jiddiy energetik inqirozga duch kelishi mumkin. AQSh bu borada ittifoqchilariga ham murojaat qilib, bo'g'ozni ochiq saqlash bo'yicha tayyorgarlik ko'rishni so'ramoqda. Bu esa xalqaro koalitsiya shakllanishi ehtimolini oshiradi. Endi esa yana bir muhim savol. Bu voqealar o'zaro bog'liqmi yoki bu alohida muammolarmi? Tahlilchilarning fikricha, bugungi kunda global siyosat tobora murakkablashib bormoqda. Har bir mintaqadagi keskinlik boshqa hududlarga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Eron va AQSh o'rtasidagi qarama-qarshilik, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush, bularning barchasi bir vaqtning o'zida sodir bo'layotgani tasodif emas. Bu global kuchlar o'rtasidagi raqobatning yangi bosqichini anglatadi. Agar vaziyat shu tarzda davom etsa, yaqin kelajakda yanada katta muammolar yuzaga kelishi mumkin.
Ayniqsa, energetika, transport va xavfsizlik tizimlari bu jarayonda eng katta zarba oladi. Xulosa qilib aytganda, bugungi voqealar butun dunyo uchun jiddiy ogohlantirishdir. Har bir davlat o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lmoqda. Bu esa global tartibning o'zgarayotganidan dalolat beradi. Siz ushbu proseslarni diqqat bilan kuzatishingiz kerak. Chunki bu voqealar faqat yangilik emas, bu kelajakning shakllanishidir. Agar siz bu kabi dolzarb va muhim yangiliklarni o'z vaqtida bilishni istasangiz, kanalimizni kuzatishda davom eting.